Bundan ro'porosi 10 yil oldin institutga topshirgani ketyapman. Ko'chami boshida bitta bratan qo'llarida ko'lab pista chaqib turibdilar. Ukam qaq ketyapsan. Oke, institutga topshirgani ketyapman. Ey aqlingni senchi. 10 yil o'tadi, oradan xuddi shu ko'chadan qo'lingda portfel, cho'mchagingda 10 so'm puling bo'lmagan holatda kelasan. Ishon o'qisen dedilar. Okamning gaplariga ishonmadim. Ey Alloh, oradan 10 yil o'tib boru, xuddi aytgan holatlarida, okam xuddi o'sha pitakda butulchni kola bilan pista chaqib turibdilar. Men mashinada kirib ketyapman, xayolimdan o'sha gap o'tdi. O'ynan sekin ochdim. Oka dedim. Ukam xorma dedilar. Haq ekansiz dedim. Siz oldindan ko'ra bilarkansiz ham ishlarni dedim. 10 yil o'tgandan keyin cho'mchagimda 1 tiyin pulim yo'q, oka, lekin topsiz o'sha paytda dedim. Qo'ysenchi dedilar. Rostdan ham cho'mchagimda 10 so'm pulim yo'q edi, lekin mashinani barida bitta pochka turdi. Bitta pochka bor edi. Do'stim, sizga maqtanmoqchi emasman. Sizga aytmoqchiman, hech qanaqa bratan, hech qanaqa okaxonlarning gapiga quloq solmang. O'qing. Bugundan boshlashingiz kerak. Siz bu yildan boshlab o'qishingiz kerak. Ertaga kech bo'lib qolmasin. Siz nafaqat o'zingiz uchun, balki siz uyingizda o'tirgan sizdan katta umidlar qo'yayotgan ota-onangiz uchun, yaqinlaringiz uchun va eng muhimi, o'zingizning kelajagingiz uchun o'qishingiz kerak. Dunyoda millionlab insonlarning qo'lidan keldi. Nega shu millionlarning ichiga bitta siz kira olmaysiz? Siz kirasiz. Aynan siz kirasiz. Va bu yo'lda siz bilan bir kuni ko'rishamiz. Sizni bu yo'lda kutaman. Faqat to'xtab qolish bo'lmasin. Sevgini izlang. Avvalambor o'zingizga bo'lgan, haqiqatdan seva oladi avval o'zini sevgan. Sevgini izlang.